hurmatli yurtdoshlar, men Hayit Shavkat Uzakbayevich, ya'ni bugun 2025-yil 14-aprel kuni video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Ya'ni ba'zi bir firibgarlardan xalqni ogoh qilish maqsadida. Shuning uchun qisqa va lo'nda qilishga harakat qilaman. Xo'p, voqea bunday bo'lgan edi. 2025-yil 20-yanvar kuni o'zimizda mana bitta kvartiramiz bor bu yerda. Mana shu kvartiramizga kvartira mebellarni, jihozlarni yasatish maqsadida Nurobod Olix, ya'ni Samarqand viloyatidagi Nurobod Olixga kirib mebel yasaydiganlarni izladim. Xo'p, natijada mana bu yerda qarang, mana Bobur mebel, ya'ni chiqyapti. Bu yerda mana remont, restavratsiya, remont, mebel na zakaz degan narsalar, keyin yumshoq mebellar, har qanday turdagi mebellarni yasaymiz, ta'mirlaymiz degan narsalar shahar bo'ylab olib ketishga berish bepul degan narsalarni chiqargandan keyin bularga men murojaat qilyapman shu nomerga. Ya'ni nomeri +99 895 022 0912. Shundan keyin bular 21-kuni bu meni xonadonimga telefonlashib kelyapti degani, aka biz deyapti, o'sha gaplashgan paytida bir masjidni oldida menimcha telefonlashyapti-da, azon ovozi eshitilib qolyapti. Menga aytayapti, aka ko'ryapsizmi, biz qayerdamiz deyapti. Bu azonni ovozidan eshitavering, biz qandaymiz deyapti. O'zi aslida musulmon odam, namoz o'qiyotgan odam bularni bir pesh qilish kerak emas. Hamma o'zi uchun nima qilayotgan bo'lsa o'zi uchun Allohga sig'inyapti, namoz o'qiyapti, boshqa qilyapti, o'zi uchun javob beradi Allohning oldida. Endi bu yerda men shundan ham ozroqgina ikkilandim, chunki ko'pchilik namozini mana bu narsalar pesh qilsa, o'zi ozroq bir xavotir olaman. Lekin yana ham bir qandaydir bir ishondim. Endi shu bilan buni uyimizga chaqirtirdik, keldi, mebellarni mana taxladi va nima deydi, metrajlarini oldi. Ana undan keyin voqea keyin qanday rivojlandi. Bir qancha vaqt, ya'ni bizlarga bir 10 kun oralig'ida ishni boshlaymiz, aka hammasi tezlashib keladi, aytganday narsalar yasaladi degandan boshlandi. Vaziyat mana endi hozir bugun cheslo 2025-yilning aprel 14-sanasi bo'lyapti. Shungacha bo'lgan oraliqda mana Bobur deganni nimasiga mana ketyapti. Mana bularni mana yasash kerak bo'lgan narsalar, rasmlarni tashlayapman. Xo'p, vaziyat bu endi gaplashib ketyapti. Bugun u deyapti, erta u deyapti, bu shanba deyapti, mana aka bu yerda ham bor. Mana taxlayapmiz deyapti. Bu lekin qilinmagan bo'lgan. Lekin har videoni tashlab turaveradi. Uzr, ma'zur. Aka, jarayon ketyapti. Ketyapti, faqat yolg'on. Keyin mana bu yerda keyin oxirida buni hozir yaxshi ham bu yerda men pulni keyin o'sha kuni 20 mana shu kirish joyida, ya'ni pulni 70%ni aka bermasangiz ishni boshlamaymiz degandan keyin bunga men xo'p rozi bo'ldim. 70%ni bunga berdik. Mana aka videoda ko'rsatilgan, buni ham tashlab beraman. Keyin bergandan keyin 7,5 million pulni olib ketyapti. Mana bu kvitantsiyani, ya'ni bu firmaning nomi Chester Mebel. Bu narxni olyapti degani, orada bu yo'q bu kishi. Keyin bunga bir qancha telefonlar qilyapman, telefon ko'tarmaydi. Butun bu firibgarlikda juda ustasi bo'lgan ekan. Bu keyin bitta buni ukasi, Javohirmidi, Javlonmidi, kim degan yigit hozir esimdan chiqdi. Shu yigit kelyapti, o'zi ko'rinmaydi. U ham erta har shanba va'da berishdan to'xtamadi. Endi mayli, keyin orada keyin oxiri men ichki ishlarga berishga majburman. Shunchalik ham noinsofmisizlar? Sizlar ham bir musulmonsizlar-ku, nimaga bu bunday ish qilyapsizlar desam, oxiri aka ertaga boradi deyapti-da, majbur bo'lyapti, ichki ishlarga beraman degandan keyin olib kelyapti-da, mana bu bitta narsani nomiga qo'ydi qilyapti. Pirofojida bittasi uni ham ko'rsataman. Endi buni qo'yganini qarang. Bu ahmoqchilik shunchalik, bu ustoman degan odamlarni qo'ygan. Mana bu narsa nima bu? Mana bu narsa nima bu? Hech shunaqa narsa bormi? Mana buni turgan qo'yishini qarang. Mana bu yerda defektlarni qarang. Mana bellar oraliq. Endi devorni o'lchamni toshla berganman. Mana 5 tani zazor bilan bu qisib tashlagan, devorga qisilgan. Buni ko'rib o'tiribsiz. Ranglarim ham noto'g'ri, mana bu qo'yilishlarim ham noto'g'ri. Mana bu yerda ko'ryapsiz, mana bu yerda mana oraliqlar. Bu yoqqa chiqib ketgan. Bu mana zazor. Mana bu tushib ketganini qarang. Pastga odamni qarang, mana qarang, mana. Hech shunaqa bo'ladimi masalanda? Ochilishlarni qarang endi. Endi ichkarilariga aytib o'tirmasa ham bo'ladi, maniki. Yerlarda zazorlar mana. Tepadan ko'ryapsizlar. Mana bu yerni qisib tashladi, eshikni. Mana yarimi bitib qoldi, yarimi bunday bo'lib qoldi.
eng yomoni mayli, u ham o'z yo'lida. Men bu yerda bitta nima bo'lish kerak, buni qilmayaptidagini, bunaqa deyapti, shunday bo'ladi. Meni bular o'zicha bir voh qilmoqchimi endi? Men dizaynda nima mana shu chiroyli qilib berganman. Men ham ko'rib videolardan. Endi mana buni qo'yishiga menimcha mebelchilar buni tushunsa kerak. Bu nima bu mana bu? Mana bu nima bu? Hech bir mebelda bunaqa narsa ko'rmaganman-da mana narsa. Endi bu vaziyat bunday. Mana bu yerda bunday qarasangiz, mana bu yoqqa qarang. Mana bu balandda turibdi. Nominalar qaraganda bilinadi, mana bu baland turibdi. Endi bu salasavatning mebelchining ishi bu. Endi bu yoqqa qaraymiz, mana bu yerda endi bir qarada bu yoqqa. Mana bu yerda ming olibdi. Endi mana yerda buni yasayapti. Bitta endi qilgani bu. Endi qilib yasayapti, buni ham shu ahvol mana ekan. Bu yer bu hech bunaqa narsa bo'lmaydi-da, mana buni ahvolini qarang. Ichkariga, bu yerga bir narsa taxlanmaydimi? Mana bu yerlarda turishini qara mana aka. Turishini qara. Mana yoqqa qiyshiq chiqarib qo'ygan. Endi men bu vaziyatdan kelib chiqib nima demoqchimanki, xo'p, bo'ldi. Bunisini ko'rsatdingmi? Bu yerlarni ko'rsatding. Nima demoqchimanki, bu firibgarlarni bilib qo'ying. Men bugun 14-aprel kuni majbur bo'ldim. Endi iloj yo'q-da, bu ketyapti, erta deydi, indin deydi, har hafta allashda davom etyapti. Bundaylarni bir o'ylaysiz, qo'y shunda ham bola chaqa ota-onasi bor deysiz, lekin men mayli harakat qilyapman. Kimdir bir 2,5 million, 3 million topolmaydiganlar ham bor-da. Bularni aldashdan ham davom etgan bular. Men chunki buni qayerdan bilyapman? Bugun ichki ishlarga uchrashib, bugun ariza qilishga majbur bo'ldim. Chunki bular dom-daraksiz telefonimni ham ko'tarmay qo'ydi. Majbur bo'lganimdan keyin ichki ishlarni yigitlar birdan bilyapti, yaka deyapti. Bu Erdonov Boburku deyapti. Bu deydi Toshkent viloyatida Yangiyo'l tumanida ham bu ishni qilib dedi, bir bechorani deydi, shunaqa tushirgan bu odam. Keyin shu surxasur bilan oxiri nima bo'lganini so'rab o'tirmadim daskanalni. Mana shunaqa bu firibgar-ku bu deyapti. Men aytyapman, shunchalik ekan, buni qarang, bilmabman, buni men namozxon bir tushungan yigit deb o'ylabman degan gapni qilyapman. Ular aytyapti, aka endi nima xohlaysiz deyapti. Endi bilmadim, endi mana kommentariyada yozingizlar, men nima qilay? Mana shu holatda, mana shu bir o'zimizdan chiqqan baloga qayga borasan davoga? Nima qilishimiz kerak? Mana shu holatlarda birov kelib allasa, buni kechaversam. Yana siz ketsangiz, men ketsam, bu nomardlik qilib shu cho'zaversa, boshqa chet ellarda bunaqa qilmaydi-ku. Mana bizda o'zimizcha mana o'zbekchiligimiz qilamiz, mayli shu inson deymiz. Mana shu qanchalik shunaqa qilaversangiz, bular o'zimizni mana shunaqa qilib turaverar ekan bular. Qilaverar ekan bular. Bu no'insoflar. 3-4 martalab pul ko'chirib beryapman. Qani mashina pul deyapti, unga bir 100 ming berib yuboryapman. Bu va'da qani bu yerga yozib beryapman hammasi. Endi oxiri majbur bo'ldim mana berishga. Men endi bu bilan qisqa qilib nima demoqchiman? Hozir gapim ko'payib ketdi, sizlardan uzr so'rayman. Men nima demoqchimanki, bundaylardan ogoh bo'lingizlar. Birinchi avvalambor buni oldin qilgan ishlarini ko'rasizlarmi yoki masalan buni qandayligini bir eldan bir so'rab bir bilib olish kerakmikan bilmadim. Kallam qotib qoldi. Bunaqa odamlarni qayerdan chiqadi bunaqa no'insoflar? Eng yomoni namozxonman deganiga ishonch qolmadi. Bu qanaqa odamsizlar sizlar? Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Xudodan. Xo'p. Endi sizlarga katta rahmat. Ozroq bo'lsa ham meni eshitgan bo'lsalaringiz, ozroq qimmat vaqtlaringizni oldim. Endi shu masalani hozir videoga tashlab beraman. Чтобы bu xalq bilsin, shunaqa firibgarlarga tushib qolmasin. Sizlarga katta rahmat, oilangizga baxt